Bir narsani bilib qo'ying. Agar bugun hammasi reja bo'yicha ketsa, bu challenjdagi eng kuchli qism bo'lishi mumkin. Va yana bir gap. Oxirgi 4 kun tanaffus qildik. Shu sabab ko'pchilik challenge tugadimi, davom bo'lmaydimi deb o'ylab qolibdi. Lekin shuni bilingki, biz boshlagan ishimizni oxiriga yetkazmaguncha hech qachon to'xtamaymiz. Va bugun yana qaytdik. Bu safar esa bo'sh kelmaymiz. Lekin boshlashdan oldin sizlar uchun muhim yangilik bor. Ko'pchilik mendan so'rayapti. Sezon pas ochib bera olasizmi? Ha, albatta. Hozir sezon pas uchun maxsus aksiya ketmoqda. Aksiya paytida narxi atiga 25 ming so'm. Aksiya kelmagan paytda esa 40 ming so'm bo'ladi. Agar siz ham akkauntingizni tezroq kuchaytirishni istasangiz, sezon pas eng zo'r variantlardan biri. Ko'proq reward, ko'proq resurs va jamoani tezroq rivojlantirish imkoniyati. Buyurtma berish uchun esa kommentariyada qadalib turgan havola ustiga bosing. Endi esa videomizga qaytamiz. Chunki bugungi videoda nafaqat himoyani beton qilamiz, balki yana katta risk qilib Dynamic Stars agent ham ochamiz. Va bu safar agentdan nima chiqishini hech kim bilmaydi. Lekin bu hali boshlanishi xolos. Bugun yana Sabitaga ham kiramiz. Va eng qizig'i, shu kungacha har safar bugun master class ko'rsatamiz deb aytardik. Lekin amalda ko'rsata olmasdik. Ammo bugun va nihoyat ushalmagan orzuyimiz amalga oshdi. Ha, bugun Sabitada haqiqiy master class ko'rsatdik va eng zo'ri ajoyib zarba bilan shtrafnoydan gol urdik. Rostini aytsam, bu challenjdagi eng chiroyli gollardan biri bo'ldi. Lekin bugungi asosiy vazifa hali oldinda. Saliba va Zio Hernandez. Bugun shu ikki futbolchini full qilamiz. Agar bunga erishsak, Fransiya terma jamoamizning himoyasi endi oddiy himoya bo'lmaydi. Bu endi haqiqiy devor bo'ladi. Bugungacha hujumni qurdik, yarim himoyani kuchaytirdik. Endi esa eng muhim bo'g'in himoya. Va bugun uni mukammal qilamiz. Aytgancha 10 mingta obunachiga juda yaqin qoldik. 10 ming bo'lgan kunimiz maxsus 4 soatlik stream qilamiz. Birga o'ynaymiz, birga challenge-ni davom ettiramiz, birga tarix yozamiz. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Endi esa ko'ramiz. Bugun omad va mahorat bizni qayergacha olib borar ekan. O'tgan safargi videomizda Nico Williamsni Dream Stars agentdan, Dynamic Stars agentdan tushirgan edik va u bilan bugun birinchi golimizni uryapmiz. Yani ajoyib gol, prosto bomba. Ko'rishingiz mumkin. Endi esa ko'plab bonuslarni olamiz. 30 ta olmos, kariyer matchlardan 10 ta olmos va transferga kirib ko'ramiz. Wow! Zio Hernandez. Fransiya terma jamoasining chap qanot himoyachisi Zio Hernandez 82 reytingda. Hozir buni qulflab qo'yamiz va tangalarni yig'ishga kirishamiz. Videoni boshida aytgan master klassimizni bu yerda Desire Doué yordamida ham qilishga harakat qilamiz. Agar qila olmasak, keyingilarda Rabiot bilan qilamiz. Va Doué qila olmadi. Manchester Unitedni 6-1 hisobida xo'rlab bo'lib transferga nazar tashlaymiz va Robert Lewandowski kelib turgan ekan. Bu bizga kerak emas, chunki fransiyalik emas. O'zi bu qaysi davlatdan Lewandowski kommentariyaga yozib qoldiringlar. Endi esa tarkibimizni to'g'rilab olib, Dembeleni kuchaytirib olib, o'yinlarimizni davom qildiramiz. O'zimizni stadionda emas ekan, shuning uchun chiqib ketamiz. Bu yerda esa Brightonni 1-0 ga yutib, chiqib jamoamizni ko'ramiz. Desire Doué jarohatga tushibdi. Bu yerda esa o'ng qanot himoyaning qiroli Ashraf Hakimi kelib turgan ekan. Lekin bu bizga kerak emas hozircha, chunki fransiyalik emas. Biz esa tangalarni yig'ib Zio Hernandezni olib full qilamiz. Jigarlar aytgancha 1000 bor uzr. Biz Zio Hernandezni
full qilganimiz videoga tushmay qolibdi. Texnik xatoliklar uchun uzr so'rab qolamiz jigarlarim. Boshqa bunaqa xatolar takrorlanmaydi degan umiddaman. Endi esa Sabitiyani o'ynashni boshladik. Va o'yinimizdan bitta Dembeleni gol urgan kadrdan qo'yib yuboramiz. Dembele jon ajoyib holatda golni kiritdi. Ikkinchi o'yinimizda esa 42 daqiqada 3 ta gol yegandan so'ng chiqib ketdi raqibimiz. Mayli, hech qisi yo'q. Reklamani ko'rib bonuslarni olganimizdan keyin o'yindan chiqamiz va bonusni olib transfer marketga bitta nazar tashlasak, William Saliba kelibdi va biz buni qulflab qo'yibmiz. Endi esa tarkibimizni to'g'rilab olib, keyingi o'yinimizga shaylanamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu o'yinda 16 sekundning ichida 3 ta gol yeb, g'alaba qozonib chiqdik va Saliba o'z joyida va bizga Thibaut Courtois kelibdi. Qolaversa Kvaratskhelia ham kelibdi. Keyingi o'yinlarimizni davom ettiramiz. G'alaba qozonib chiqdik va sezon pasdan bonuslarimizni olamiz. Bu yerda Marcus Thuram ham kelibdi. Fransiya hujumchisi, lekin u asosiy tarkibda emas. Bu yerdan 1000 ta tangani tanlaymiz. 40 ta olmos yaxshi bo'lsa ham, chunki bizda olmos ko'p, tangalar oz. Shuning uchun tangani tanladik. Va tarkibimizni ajoyib holatga keltirib olamiz va Sabitiyada keyingi yurishlarimizni boshlaymiz. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, har safar aytadigan va'damizni bajardik. Va nihoyat Sabitiyani bir bosqichini yutib oldik va tangalarimiz ham yetarlicha bo'ldi. William Salibani olishga va marhamat. Here we go and challenge account. Mana murabbiyimiz kutib olyapti. Saliba chiqyapti yaxshi namoyishlarda. Fransiyalik ajoyib himoyachi. Hozir bu jahon darajasida o'ynaydi, Arsenalni yondiryapti. Endi esa buni full qilishga o'tamiz. Kuchaytirgichlarimiz hali beri tugamaydi bular, juda ko'p. Hozir reytingini ko'rib oldik. Fitnessga berar ekanmiz. Tepasidan 400 chiqarib olamiz avval. Keyin taklingni bir 95-96 qilishga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa 100 bo'lgani yaxshi, menga ham, lekin uni qilish qiyinroqda. Shuning uchun fizikaga to'g'ri keladigan gaplardan gapiryapman. Satara 88. Avval dalasida Breakthrough bo'lardi, hozir bonus development degan narsa ham chiqibdi. Birdaniga 2 tami, 3 tami reyting qo'shib yurar ekan. Shu narsa yaxshi chiqibdi lekin. Tezlik 94, tezlik 95, tezlik 96, tezlik 97, tezlik 98, tezlik 99 va mana bonus development işte. Yaxshi narsa bu. Men uning uchun ehtimol mana 100 bo'ldi. Tezlik 100. Stamina 92. Accommodation 89. Satara 95. 94 stamina. Saliba ham 91 reytingga kelib qoldi, umumiy reytingga. Satara 98, Satara 99 va degan joyda 100 bo'lib ketdi mana. Accommodation 97, ikkalasi ham 97 dan bo'ldi. Accommodation 99, stamina 98, accommodation 100, stamina 99, stamina ham 100 bo'ldi.
Endi esa texnika berishni boshlaymiz. Yaxshi, birinchidan taklingga tushdi, ikkinchidan taklingga tushdi. Yaxshi ketayotgandi-yu, keyin pastga tushib qoldi. Uchinchi ham takling. Yana 2-3ta takling ber, yetadi. 3ta takling ber. 3ta taklingga tushsin, zarbaga nimaga kerak? Takling. Eshak taklingga tushmadi. Salib aka kommentariyada 1dan 10gacha baho berib ketamiz jigarlar. Salib ham ajoyib holatda full bo'ldi. Himoyamiz ham beton bo'lishga ulgurdi. Jigarlar Kunde kelmayapti. 10-qismgacha men videolarni tayyorlab qo'ydim akkauntni. Qolaversa Dynamic Stars o'yinchilaridan qip-qizil tarkib tuzdim 11 talik. Orasida hamma kutayotgan o'yinchi ham bor. Qizil tarkibimda Kunde kelmayapti. O'rniga o'zbek o'g'loni Abduqodir Husonovni 78 kartasini olib 88 ga chiqarib full qildim. 400 chiqdi. Kundeni o'rniga 10 qanot himoyaga Abduqodir Husonovni qo'ysak nima deysizlar? Kunde umuman kelmayapti. Mbappe ham kelmayapti. Lekin oxirida bir amallab oldim uni. Juda qiziqarli bo'ldi video. Telegram kanalga o'tsanglar afsuslamaysizlar. Kanal silkasi kommentariyada yoki opisaniyada bo'ladi. Kommentariyada sezon pas xizmati qadalib turgan bo'ladi. Tagda Telegram kanal silkasi ham bo'lishi mumkin. Polnistu Mbappe lekin 400 chiqdi, bitta 98, bitta 99 bo'lib qoldi. Mayli, qolganini kanalda ko'rasizlar. Sabit yana davom qildiramiz va biz 437 ta tanga va Dynamic Stars agentni qo'lga kiritdik. Endi esa biz bitta chiroylisidan open pack qilib ko'ramiz. Xudo xohlasa yaqinda bu akkauntda 11 ta open pack qilganman. Shu hammasi bitta videoda chiqadi. Xudo xohlasa hozir bu yerda 3 tagina bo'lib ko'rinib turibdi, to'g'ri. Lekin men video chiqarmay yurgan kunlarim juda ko'p open packlar qilib Fransiya terma jamoasini tuzib bo'ldim. Lekin bitta Kunde kam bo'lyapti. Kunde kamlik qilyapti. Shuni o'rniga Abduqodir Husonovni 88 kartasini qo'ydim 10 qanot himoyaga. Shunga rozi bo'lsanglar, shunaqa ko'rinish mayli bizga bo'laveradi. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun biz himoyamizda katta o'zgarish qildik. Mana ko'rishingiz mumkin. Tarkibimiz ham shu holatga kelib qoldi. Agarda tarkibimizni to'liq holatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda 10 mingta bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.